Nima uchun qarorda ko'rsatilgan bo'lsa-da, Ramazon oyi munosabati bilan tarqatilgan 1 million so'mlik yordam pullari nogironligi bo'lgan barcha shaxslarga berilmadi. Shu mazmundagi e'tirozli savollar bir martalik yordam pullari tarqatib bo'lingandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Shu jumladan bizga ham shu mazmundagi murojaatlar juda ko'plab kelib tushmoqda. Va men huquqshunos, yurist sifatida ushbu masala yuzasidan o'z tushuntirishimni bermoqchiman. Demak, xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 17-fevralda qabul qilingan 67-sonli qaroriga asosan Ramazon oyi munosabati bilan ehtiyojmand oilalarga 1 million yoki 500 ming so'mlik yordam pullari tarqatildi. Va aynan ana shu 1 million so'mlik yordam pullari nima uchun nogironligi bo'lgan barcha shaxslarga berilmadi, nima uchun birinchi guruh, nima uchun ikkinchi guruh nogironlarga berilmadi degan savollar hozirgi kunda juda ham ko'p. Va keling, aslida qarorda qanday belgilangan, amalda nima bo'ldi degan masalaga to'xtalsak. Prezidentning yuqoridagi 67-sonli qarorida 1 million so'mlik yordam pullari 3 ta toifadagi oilalarga berilishi belgilangan. Bular demak, davlat ta'minotidagi oilalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar reyestridagi oilalar. Uchinchisi, yetim ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar yashayotgan oilalar. Xo'p, endi qarorda shunday belgilangan bo'lsa, e'tirozli savollar qayerdan paydo bo'ldi? Xalq nimadan norozi degan joyga keladigan bo'lsak, mana shu biz sanab o'tgan ikkinchi toifa, ya'ni o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar reyestridagi oilalar. Mana shu nogironligi bo'lgan shaxslar reyestridagi oilalar degan jumla mana shu qaror e'lon qilingan vaqtda juda ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlardagi advokat, yuristlar, kerak bo'lsa ayrim rasmiy idoralar tomonidan ham noto'g'ri talqin qilindi va go'yoki nogironligi bo'lgan shaxslar reyestri bor va nogironligi bo'lgan barcha shaxslarga ham ana shu 1 million so'mlik yordam pullari berilishi kerak aslida degan bir gumon paydo bo'lib qoldi. Lekin aslini oladigan bo'lsak, nogironligi bo'lgan shaxslar reyestri degan reyestrning o'zi yo'q. Nogironligi bo'lgan shaxslar ro'yxati bor, lekin reyestri yo'q. Unda bu nima nogironligi bo'lgan shaxslar reyestri degan jumla bu yerda nima deganda, bu yakka yolg'izlar reyestri bor, endi men qisqartma qilib yakka yolg'izlar reyestri deyapman. Yolg'iz yashovchi shaxslarning reyestri bor. Bular demak, o'sha aytib o'tganimizdek, o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar reyestri bu bir butun nom. O'sha yakka yolg'izlar reyestrining bir butun nomi, uning ichida demak o'sha nogironligi bo'lgan shaxslar reyestri degan jumlani bo'lishi bu nimaga deganda, o'sha yakka yolg'izlar reyestriga nogironligi bo'lgan shaxslar ham kiritilishi mumkin. Shuning uchun bu bir butun nomning ichida nogironligi bo'lgan shaxslar reyestri degan jumla ham bor. Shuning uchun ana shu nogironligi bo'lgan shaxslar reyestri degan jumlani u yerdan ajratishimiz noto'g'ri bo'ladi. Unda bu bir butun nom hisoblanmay qoladi. Demak, shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, o'sha qarorda belgilangan yordam pullari egalariga yetib bormadi, noqonuniy holat bo'lib ketdi. O'sha boshqa belgilangandan boshqa toifalarga berildi. Nogironligi bo'lgan shaxslarga berilmadi. Birinchi guruh yoki ikkinchi guruh nogironlarga berilmadi. Xullaski, mana shu e'tirozli savollarning aksariyati demak haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Qarorda belgilandi, qarorda belgilangani bo'yicha ro'yxat tuzilgan va ro'yxat bo'yicha pullar egalariga tarqatilgan.